Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresga olib kelgan mebellarni tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Yotoqxona to'plami olib kelganmiz. Sirdaryo Katlavan mahallasiga olib kelganmiz. Endi mebel haqida qissasi qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Xo'sh, materialga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan mebelni materiali. Komplektga kiradi bitta tosh oynasi, yonda stolchasi hamda mana bunday komod shaklida ikkita tortma, ikkita eshikcha. Ikkita tombasi, divan hamda shkof kiradi. O'zi shkofi boshqacha edi. Mana tepa qismi yo'q edi. Klient xohishiga qarab tepa qismi qo'shib berildi. Mana bu tamom. Xohlovchilar uchun razmerdan razmerga 0 qilib ham yasasa bo'ladi. Shkafni o'zi mana bu holat 210 tepadan tashqari, ya'ni mana bu eshikdan tashqari pastki tomoni 210. Qolgani 60 sm qilib qo'shilgan. Xo'sh, o'rta qismi oyna, klient xohishiga qarab o'zi aslida 6 ta bir xil eshik edi. O'rta qismi oyna qilindi. Polkali variantda mana bunday holatda. Klient xohishiga qarab o'zgartirsa bo'ladi rang, razmerlarni. Xo'sh, eshiklari ham vakuumni sifatli qimmatidan ishlatilgan. Mana bunday holat. Ruchkasiga e'tibor bersak, temirli, plastmassa emas. Bu ham mana bu tepadagi kichkina ruchkasi ham temirli qilib yasalgan. Mana bunday holatda. Xo'sh, ichki razmer, mana bu razmer klient xohishi, hozirgi holati 50 sm qilib yasalgan. Ikkita ushilka, ya'ni razmeri custom razmerdagi kichikroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bunday holatda. Ichki holatini ham o'zgartirsa bo'ladi. Xohlovchilar o'rtasini ushilka, ikki tomonni polka qilsa ham bo'ladi. Razmeri nisbatan uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bunday holatda. Tepasi polka yo'q, katta buyumlar qo'yishga moslangan. Xohlovchilar uchun uni ichki qismiga polka ham qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, ikkita svirtenlik tombasi bor. Rizitga yo'qligi uchun klient o'zi ulab olishadigan bo'lishdi. Mana bunday holatda bo'ldi. Mana bu rangida tanlov bor. Kimdir pardamga tushsin desa ham, uni ham qilib bera olamiz. Hozirgisi moshi zamish bo'lgan. Matras ortopedический $100 matras. Buni paralon qilsa ham bo'ladi, narxi ancha pasayadi. 3 yil garantiyasi bor matras. O'rta qismi mana bunday holatda mexanizmli qilib yasatilgan. Bitta stolchiga paralon, hozirgi mana matras bo'ladigan bo'lsa, paralon mana bunday bo'ladi, 4 sm bo'ladi. Xo'sh, trimo o'zi bu komplekti emas, boshqa komplektni klient o'zgartirgan. Mana bunday holatda vakuumda. Nima deydi? Buni 100% vakuum, tortma vakuum, eshikchasi ham vakuum. Mana bunday. Mana bunday. Xo'sh, oynani mana bu chetki qismida ham svirtenligi bor. Mana bunday holatda. Ulanmagan. Klient o'zlari ulab olishadi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, ishlab chiqarish joyini o'ziga borib ham tanlab ko'rib olsangiz bo'ladi. Mebel 150 km dastlabki ustanovkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometr, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlariga yo'l kirasi uchun qo'shiladi.